uyalishlikka. Endi uyaling. Yaratgan Allohim iymon ato qilsin, al-hayo minal iymon bo'lsin. Endi benamoz bo'lib yurishlikka uyaling. Yor do'stlaringizdan uyaling. Oldin masjidlarda butun qariyalar bo'lardi. Go'yo qariyalar o'limga yaqinroq, yoshlarga hali anchagina bor. Endi bu qariyalar o'limidan qo'rqib namoz o'qiyapti degan fikrda namoz o'qiymiz. Bizga hali ancha bor, endi 40 ga kirdik. Endi hali 50 ga kirdik. Pensiyaga chiqqanda o'qirman degan xayolda yurilardi. Hozir bolangiz tengi namoz o'qiyapti, nevarangiz tengi namoz o'qiyapti. Namoz bu ne'mat. Namoz bilan Alloh rozi bo'ladi. Namoz bilan Alloh rozi bo'ladi. Allohni kimki rozi qilay desa namoz o'qisin. Shu Allohni aytgani shu. Butun o'tgan payg'ambar sunnati namoz. Duolarni qabul bo'lishiga bo'ldirtiradigan namoz. Amallarni qilinadigan savob ishlarni qabul qildirtiradigan narsa namoz. Rizqingizga baraka namoz. Kasb-koringizga baraka namoz. Dushmanlaringizga do'st qiladigan namoz. Do'stlaringizni ko'paytiradigan namoz. Tog' gunohlarga kapporat bo'ladigan namoz deganlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Shunday ne'matdan nima yuz o'girasiz? Shunday ne'matdan nimaga yuz o'girasiz? Duolar qabul bo'ladi namozdan so'ng. 5 mahal duolar qabul bo'ladigan vaqtga Alloh taolo 5 vaqt namozini farz etgan. Qanchadan qancha savob ishlarni qiling-u, boshingizni sajdaga tegizmasangiz qanday bo'ladi? Namoz bu hujjat. Hujjat. 70 yil, 80 yil Toshkentda yashagan bo'ling-u, pasportingiz bo'lmasa, tekshirib qolsa, qani pasportingiz yo'qkan, endi shahardan chiqib keting. Tug'ilib o'sganman bu yerda. Meni shahrim, xo'p, hujjatingizni ko'rsating, deydi. Hujjat bo'lmasa yo'q. Yo'q odamsiz, pasport bo'lmasa.